Aga salom bolalar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan yana bir bor xursandman. Bugun sizlar bilan Free Fire Craftlandda parkour o'yini yaratishni o'rgataman. Buning uchun sizlar birinchi Craftlandga kirasizlar. Craftlandga. Mana bu Craftland joyini bosasizlar. Va bu yerdan Sazdat kartuni bosasizlar. Keyin mana bu yerdan narsalar tanlash bo'lasizlar. Mana buni tanlaysiz. Zemlya istoka degan 100 ga 100 bo'lib turganini tanlab parkurni tanlang. Mana birinchida turgan parkurni tanlab Sazdat kartini bosasizlar. Endi esa hozir binolar qurishdan oldin sizlarga birinchi nastroykasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda nastroyka deb qo'yibdi, shuni bosasizlar. Nastroyka gameplay deb bosasizlar. Redaktirovать правила игрuni bosasizlar. Keyin mana birinchida turgan mana bu o'yinni boshlanish sekundi sizlar xohlasalaring 30 qilib qo'yinglar, lekin 10 bo'lsa yaxshiroq, tezroq boshlanadi o'yin. Keyin mana bu yerda nima tayyor bo'lish, o'yinga tayyor bo'lish sekundi, buni ham 5 qilib qo'yaveringlar, tez bo'ladi. Keyin yana bir narsa, parkurda agar raund mana bunaqa 7 raundlar qo'ysalaring, sekundini kam qo'yasizlar. Mana 540 sekund bo'lib qoladi. Bu 540 sekund bo'lsa, agar sizlar uzoq, qiyinroq parkur qilsalaring, bu sekund yetmaydi. Keyin o'yinchi yana boshidan tirilib qoladi. Shuning uchun round deb turganda mana buni off qilib qo'yinglar. Keyin mana buni 1800 sekund qilib qo'yinglar. Keyin mana bu yerda обратка va отсчет deyapti, ya'ni yakunlash sekundi. Ya'ni finishga yetib borganda nechadir sekund o'tib, keyin o'yinni tugatadi. Buni 5 qilib qo'yaveringlar. Keyin mana bu yerda mana command deb turibdi. Buni bolalar buni 1 qilib qo'yaveringlar, ya'ni 1 kishilik bo'ladi. Shunda 1 kishilik qilmasalaring, hozir hech kim kirmay qo'ysa, hech qanday levellaring oshmaydi. 3 bo'lib qolaveradi. Shuning uchun buni 1 qilib qo'yamiz. Mana bunda 5 yo 12 turgan bo'lsa 1 qilib qo'yasizlar. Endi esa mexanikaga kirib, mana zona, opasniy zonani o'chirib qo'yamiz, off deb bosamiz. Keyin yana bu yerdan bu yerda qiladigan ish qolmadi, faqat shuni off qo'yinglar. Keyin mana bu yerda ko'rish, ya'ni bir-birini kuzatish deyapti. Buni o'chirib qo'yinglar, off qo'yib. Keyin bu yerda qiladigan ish qolmadi. Bularni 0 qilib qo'yaveringlar. Ochko kerak emas chunki parkurda. Va bo'ldi, tayyor o'yin. O'yinning nastroykasi tayyor. Endi mana bularni o'chirib chiqish kerak. Boyagi bino agar kimlargadir kerak bo'lsa, buni o'chirmanglar, lekin menga hozircha kerak emas. Endi biz bu yerdan birinchi mana bu yerdan bosamiz. Glavniy rejimni bosasizlar. Keyin bu yerdan nima deyardi? Mana buni, ya'ni spawn point, ya'ni tirilish zonasini qo'yasizlar. Mana shu yerdan o'yinchilar tiriladi. Yo'g'ay o'yinga tushadi deganim. Keyin bu mana bunga bosasizlar, bu boyagi mana shunga. Keyin svойства joyini bosib, bu yerdan 1 kishilik igrokni tanlab qo'yasizlar. Shunda 1 kishi bitta o'yinchi tiriladi. Endi esa bolalar, o'zlaring qanday qilmoqchi bo'lsalaring hozir qurasizlar. Men oddiygina ko'rsatib beraman, kichkinaroq qilib, chunki video ham uzun bo'lib ketsa bo'ladi. Nima deyardi? 15 minutdan ortiq video qo'ya olmayman. Hali tasdiqlash kodi kelmagan. Tasdiqlasak keyin 15 minutdan ortiq video qo'yaman. Mana birinchi o'rinda blok olasizlar, keyin bunda tortasizlar mana bunday. Mana masshtab degan joyni bosib, bunda surasizlar. Yashil tepalik, ko'k esa yonga cho'zadi. Keyin buni qo'yasizlar. Xohlasalaring bu blok ustiga bu spawn point qo'yib qo'yinglar. Keyin esa endi bloklardan narsa qurish kerak, ya'ni sakrab o'yin qilish uchun. Bunda tayyorlab olamiz. Keyin tepaga ketish uchun, ya'ni parkur tepa-tepa bo'lib ketish uchun buni nusxalaymiz. Mana kopировать bosib, mana buni bosasizlar va mana tepada bo'ladi. Mana faqat bir narsa, buni qilayotganda qilib bo'lganlaringizga parkurlaring o'zlaring ham tekshirib ko'ringlar. Agar bir joyda xato kelsa, o'zlaring o'ta olmay, keyin o'yinchilar ham o'ynamasligi mumkin. Endi esa yana xohlagan narsalaring qo'ysalaring bo'ladi parkurda. Masalan, mana игровой, mana nima deyardi, игровой obyektga kirib, mana bu yerdan mana unaqalar qo'ysalaring bo'ladi. Bular mana yurib turadi.
bunday yurib turadi. Mana shunday qilib keyin mana kolesa bor. Buni ham bunday qo'yib sakrab o'tadi orasidan o'yinchilar. O'zlaring ham o'tib ko'ringlar. Mana shuncha yetadi. Keyin endi o'yinni tugatayotganda nima qilishdi tushuntirib o'tsam, hozir videoni tezlashtirmay mayli. Ozgina ko'proq ham bo'ladi, hozir yana o'rgataman men. Bu yerdan endi bu yerga bu blok qo'ygandan maqsad hozir biz bu yerda checkpoint qo'yamiz. Birinchiga qaytamiz va bu yerdan yana glavniy rejimni tanlab, mana bu yerda mana checkpoint. Bitta narsa hozir mana shunday mana qo'yib kelamanki, ikkitalab mana checkpointlarni. Lekin bittasini o'chirib yoki boshqatdan qilsalaring xato bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun 1-2 bo'lib ketish kerak. Xohlasalaring yaqinga checkpoint qo'yinglar, lekin ana uzoqroq bo'lsa yaxshiroq bo'ladi, qiyinchilik ko'proq bo'ladi mana checkpointlar. Mana 3 tagina checkpoint qo'yganman. Ana shunday qilib o'zlaringga qurasizlar, o'zlaring o'yinlaringni. Masalan mana hozir yana ko'rsatib beraman mana. Bitta blok olamiz, mana bu yerga katta qilamiz. Mana. Bu yerda mana molotov degan narsa bor. Buni shunday qo'yib qo'yasizlar. Va bu mana aylanib o'yinchini uloqtirib yuborishi mumkin. Keyin endi nima deyardi? Hozir biz qayerda tugatamiz deydiganlar uchun hozir tugatadigan joyda ham ko'rsataman. Sizlar xohlagan mashinalardan ham foydalanishlaring mumkin, sakrab o'tishga, xohlaganday qilishlaring mumkin. Faqat o'ta olsa bo'ldi o'yinchilar. O'ta olmasa keyin tugata olmay bekor ketadi shuncha mehnat. Endi mana tugatish joyini qilamiz hozir mana bu yerda tugatish joyi. Mana shu yerda tugatadi. Endi birinchiga bosib yana glavniyga qaytamiz va mana bu yerda mana finishing точка deb turibdi. O'shanday qilib qo'yamiz. Mana tayyor, mana shu yerda tugatadi. Endi bu checkpointlar sizlarga kerak bo'lmasligi mumkin agar ana qilmasalaring hozir. Pastiga mana buni qo'ymasalaring. O'yinchi o'lmasa checkpointlar kerak yo'q-da. Hozir men qurgan mana buni parkur vashcha kichkina bo'lib qolgan. Men sizlarga test qilib ko'rsatdim. Teparoqdan qurasizlar o'zlaring chiroyli qilib. Mana hozir bu yerdan endi ana игровой obyektga bosib, bu yerdan mana безопасный zona mana bu. O'yinchilar bunga tushsa o'ladi, o'yinchilar yutqazadi personajni. Mana shunday tortib qo'yasizlar. Ana. Katta qilib xohlagancha qo'ysalaring bo'ladi, faqat o'yinchi tirilib o'lib ketmasligi kerak-da. Uchun ana tirilish zonasidan sal nariroqqa qo'yish kerak buni. Bitta qo'yamiz. Keyin mana buni bu ko'rinib turadi agar mana buni o'chirmasalaring. Показать скрипт активироваться. Mana shuni o'chirsalaring ko'rinmaydi o'yinda. Hozir bu ruschada, uncha tushunmasligi mumkin. Xato bo'lsa o'zgartirib ko'ringlar. Mana desa mana tayyor bo'ladi. O'yinchilar bunga tushganda o'yinchilar mag'lubiyatga uchraydi. Xohlasalaring mana shu parkurga timer qo'ysalaring bo'ladi. Bu timerni kod bilan qo'yib bo'ladi. Oddiy qo'yib bo'lmaydi. Uchun agar kommentariyaga so'rasalaring, timer qo'yishni ham o'rgataman. O'yinchilar timer necha sekundda o'tganini ko'rsatib turadi. Va endi bu yerda сохранить bosib, vitni bosamiz va mana bu birinchida turganini bosasizlar. Mana kartamiz endi buni nima bu? Mashina bosasizlar. Xaritaga nom berasizlar, parkur bu deb. O'yin turini tanlaysizlar va yaratamiz. Mana kartalarni chiqadi. O'ynasalar, o'zlaring ham ko'tariladi.
albatta. Hammaga rahmat tomosha qilganinglar uchun. Kelada kutib qolaman.